Imom Ismoil al-Buxoriy taniqli muhaddis, olim muhaddislik hadislar haqidagi fan Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam islom dini uchun xos so'zlari va ishlari haqidagi xabarlar beradigan va ahamiyatiga ko'ra Qur'ondan keyingi o'rinda turuvchi Al-Jomi as-Sahih kitobining muallifidir. Asl ismi Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy 810-yilda Buxoroda tavallud topgan. Uning otasi Ismoil o'ta ilmli kishi sifatida tanilgan bo'lib, hadis ilmi borasida Hammod ibn Zayd va Imom Malikdan saboq olgan. Imom Buxoriy ham o'z otasining ilmiy merosini juda qadrlagan va uning ismini o'zining katta tarix kitobiga kiritgan. Imom Buxoriydagi ilmga bo'lgan qobiliyat o'ta kuchli xotira yoshligidanoq o'zini namoyon qilgan edi. Uning asosiy qiziqishi Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ishonchli hadislarini o'rganishga qaratilgan. Imom Buxoriy 16 yoshlarida mashhur muhaddis Abdulloh ibn Muborak va Bakki ibn Jarrohning hadislar bo'yicha kitoblarini yoddan bilgan. Hadis ilmiga oid atamalarni mukammal o'zlashtirgan. Uning asosiy maktablarining o'ziga xos xususiyatlarini ajrata olgan. 16 yoshda Imom Buxoriy Makkaga haj amalini bajarish uchun akasi va onasi bilan boradi va ushbu muborak shaharda o'zining hadisga oid bilimlarini takomillashtirish maqsadida qolishga qaror qiladi. Akasi va onasi yurtiga qaytib ketadi. Uning otasi muqaddas rivoyatlar baxshlaridan bo'lgan 5-6 yoshlaridan Ismoil Qur'on va diniy ilmlarni, xususan hadislar o'rganishni boshlagan. Mukammal xotira egasi bo'lib, u o'qiganlarini tez yodlab olar, so'ngra ularni har tomonlama tahlil qilar edi. 16 yoshga kelib, u o'sha zamonlarning barcha hadis to'plamini yoddan bilgan. Imom Buxoriy hadis yig'ish maqsadida juda ko'p musulmon yurtlariga safar qilgan. Imom Buxoriyning hadis ilmida yetuk olim ekani o'z zamonasida e'tirof qilinar va shu e'tirof ortidan atroflarga ilm talabida ko'plab shogirdlar yig'lardi. Imom Buxoriy o'sha davrda xalifalikning markazi bo'lgan Bag'dodda Hanbali mazhabi asoschisi Imom Ahmad ibn Hanbaldan poytaxtda qolish to'g'risidagi takliflar olgan, ammo o'z vatani Xurosonga qaytishni afzal bilgan. Imom Buxoriyning asarlari orasida eng mashhur bo'lgani Al-Jomi as-Sahihdir. Undan tashqari tarixiy voqealar va shaxslarni chuqur tahlil qiladigan, hadis ilmining asoslaridan bo'lgan ilmlarga oid bir qator o'ta ahamiyatli kitoblar yozdi. Imom Buxoriyning ilmiy ahamiyati yuksak bo'lgan bir nechta asarlar tasnif qildi. Al-Jomi as-Sahih asari islom olamida Qur'ondan keyingi eng muhim manba sifatida e'zozlanuvchi manba hisoblanadi. Imom Buxoriyning hadislar to'plash borasidagi qo'ygan shartlari boshqa muhaddislarning shartlaridan ko'ra aniqroq bo'lgani sababli Al-Jomi as-Sahih asari eng ishonchli hadislar to'plagan nomiga sazovor bo'lgan. Muhaddislar hadislarning raviylarini o'zaro uchrashganlari ehtimoli mavjud bo'lsa, shunga kifoyalanishgan. Ammo Imom Buxoriy eshitgan hadislarining raviylari o'zaro uchrashganini alohida ko'rgan guvohning e'tirofini ham shart qilib qo'ygan. Bunday shart boshqa muhaddislarda uchramaydi. Hofiz ibn Hajar al-Asqaloniyning hisobiga ko'ra, Al-Jomi as-Sahihadagi hadislarning soni 7397 tani tashkil etadi. Bular orasida takrorsizlari 2602 tani tashkil qiladi. Zohlar raviylarning ixtilofi va ilovalarni qo'shilsa, kitobda keltirilgan hadislar soni 9082 taga yetadi. Aynan Imom Buxoriy tufayli Mavoron-Nahr hududida asrlarda ko'plab hadisshunoslik maktablari shakllandi va muvaffaqiyatli faoliyat yuritdi. As-Sahihani yozgach, u Buxoroga qaytadi va barcha ilm istaganlarga ta'lim beradi. Bu orqali u odamlarni savodga o'rgatib, jamiyatga katta foyda olib keladi. Uning obro'si shu qadar baland bo'lganki, unga noma'lum hadis xalqida ishonchsiz hisoblangan. O'z irodasiga qarshi ravishda u Buxoro hukmdori Tohlid Xolid ibn Ahmad bilan nizolashib qoladi va Samarqand yoqasidagi Xartang qishlog'iga ko'chib o'tishga majbur bo'ladi. Shu yerda u 870 yil vafot etgan.
Samarqand viloyatining Chelak tumani Xartang qishlog'ida joylashgan qabri ziyoratchilarning eng hurmatga sazovor va muqaddas qadamjosiga aylangan. 1974-yilda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi tashabbusi bilan Jumhuriyatimizda butun islom dunyosi vakillari ishtirokida Allomaning 1200 yillik yubileyi nishonlangan edi. Uning shoh asarlari hisoblanmish Al-Jomi as-Sahiha va Al-Adab al-Mufrad kitoblari Toshkentda qaytadan nashr qilinishi Al-Buxoriy merosini o'rganishda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Toshkentdagi diniy oliy ma'hadning Imom Al-Buxoriy nomi bilan atalishi bundan 12 asr muqaddam ilm-fan yo'lida beqiyos katta xizmat qilgan buyuk olimga chuqur hurmat-e'tiborning ramzidir.